Og'riq kuchlimi? Kuchli, ha? Lablaringiz yorilib ketgan. Ro'za tutmadingizmi? Turmaysizmi ertalab ro'zaga? Ko'zingiz atrof ko'kargan, yaxshi uxlamaganga o'xshaysiz. Faqat tayyorlab berishga turaman. Tayyorlab berasiz ro'zaga turib, ha? Yana ishchilarga ham tayyorlab berasiz. Ro'za tutmagan homilador ayollarni turg'izib olib, choy tayyorlatmanglar. Ro'zadorlar, u ro'za qanaqa qabul bo'ladi? Sizlarga homilador xizmat qilyapti. Hamma o'ziga o'zi xizmat qilsin. Hamma взрослый odam. To'g'ri, yosh kattalar bo'lishi mumkin, boshqalar bo'lishi mumkin, lekin u uyda boshqa homilador ayolni o'rniga qiladigan odamlar ham bo'ladi-yu. Misol uchun, sal bo'yi yetganroq, ish qiladiganroq boshqa homilador bo'lmaganlarga, yosh bolali, uyqusi yaxshi bo'lmaganlarga, emizikli ayollarga ustupkaga boramiz o'rtoqlar. Ertalab turg'izib olib, mana hozir kelyapti kelinlar deng, hammasini shaykasi qisqarib qolgan, ugroza bittasidan даже suv ham ketib qolgan. Uydagilarga tayyorlashdan tashqari ishchilarga tayyorlab berishga nima gap bor? Hurmatli oila a'zolari, eshitayotganlar, homiladorlar, emizikli ayollarni bezovta qilmanglar, o'zlaring tayyorlanglar.